Ke mana. Ey, Armonda qolma, ke mana. Tovoqlar tashlaymiz. Kesin. Yakkabog'dan Nodir polvon. Asror polvon Hamidov. Chiroqchidan Jaloliddin polvon. Chiyaldan Ko'kdaladan Javlon polvon, Jasur polvon. Shirbek polvon Ablaqulov. Keling. Samarqand mehmon polvonlar bo'lsa ham kelsin. Bir o'tirib olsin. Javlon polvon kerak. Kimingizlar? Shahar Sabzar Rustam polvon. Keling. Mana men bu yerda o'tiringizlar, bir chiroqchiliklar o'tiringizlar. Jalol polvon keling. Ozan o'qib kel. Keling, o'tiringlar. Bir qator o'tiringlar. Chiroqchilar kelinglar mana shu. Doston bir yoqqa qo'yinglar. Ke. Mana bu yerdan bir qator o'tiringlar, biz hisobni olamiz-da, keyin ke Asro. Asro. Ke, Shohruh ke. Ke. Bo'ldi. Chiroqchi Addinov boshqar respublika Addinov. Bugun chiroqchi butun respublikaga qarshi bo'ladi. Mana kengizlar erdil o'tiring. Ha, mana bu ekan-ku. Va ko'ptalar sizlar kuchaydilarmi? Addinov bo'lang. O'rtaga o'tirib turinglar mayli. Mana Doston. Bir ovozimiz uncha kelmayapti-da. Ishonbo, bu yoqdan o'tkazamiz. Yo'lda mashinada bu. Yetmaydimi? Yo'q. Mashinada gapir, shu yerda gapir, kimga gapirasan? Qo'llar shu yerda tur. Palvonlar sal orqaga qaytib olingizlar sizlar. Ko'rinmayapti bu taraf. Doston, mana ishlatdi bu yoqqa. Bu yoqqa menga gapirur, ke. Bo'ladi mana. Eshitilyapti yaxshi. Bir pasta qaralaydi, ke. Bir gapirayga pirilasa yana qaytaramiz. Hozir katta tovoqlarni maslahatlashib, chiroyli qilib qo'yamiz. Endi bugun chiroqchi palvonlari bilan o'zi teng bo'laygan bashta. Hop. Hurmatli bizni tomosha qilayotganlar, efirga like bosib qo'yingizlar. Ko'proq odam bizni tomosha qilsin. 122 Nexia 889 tekanonglar chiqilmayapti ekan odamlar. Efir sifati qanday? Mehmonlar 892. O, mana halol bo'ladi. Halol. Efir sifati qanday bo'ladi? Aytib qo'yinglar, like bosib qo'yingizlar efir sifatiga. Xo'p. Zo'rmi Mustafa Buxoro? Zo'r, ha? Yaxshi. Shunga qarab harakatlantiramiz-da. Antena bo'lmay qolsa yoki nimadir qolsa. Yaxshi bo'lmay qolishi mumkin. Xo'p. Asam domlalar, bu yoqda 150 ming zotini bering, polvonga. To'xta, joylang. To'xta, Mirjalov to'xta, joylang. Dastan, hadi. Xo'p, hozir tovoqlar tashlandi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tovoqlar aniq bo'ladi. Juda zo'r polvon. Bizlarda bugun bir ikki demaymiz polvonlar, hamma bir-biri bilan olishaveradi. Birin-birin chaqiraveramiz. Paralaymiz faqat. Endi olishasizlar bugun Surxondaryo yo'q, Samarqand yo'q. Bir-birlaringiz bilan bo'lsa ham. Jalol ke. Bir. Bo'lami? O'zimizda Chiroqchi halqamada bo'lyapti kurash. Sal shu mikrofon. Endi palvonlar sal buyoqroq kelgansizlar. Sal texnik nosozlik bo'ldi. Yana qanday katta palvonlar bo'lsa kengizlar,
yana xafa bo'lib meni chaqirmadi demangizlar. Jalol kel. Mana o'zimizda Jalol polvon Qizilchavradan. Asror sen ham kel. Men Chiroqchini ikkita zo'r polvonlardan qolganlar ham hammasi. Birin-biri chaqirib qo'yaveramiz. Pomiqdan az polvon kelgan ekan. Kesinda bir. İko'm Chiroqchi, İko'm ikkita bo'lsa bo'ladi. Mana ikki Chiroqchimizni polvonni kengizir. Ikkoga ikkita. 1-2 demaymiz, zotni bir xil qo'yamiz. Jo'raka kengda. Jo'raka keng. Endi sizdan katta polvon ko'rmadim-da bu yerda. Men boshqa bo'lganda ham qo'yaveraydik. Ha, jo'ra polvon. Jo'ra polvon Xidirov. Pomiqdan az polvon kelgan ekan, kesinda. Ha, mana. Bor. Chiroqchi xalqamada bor. Jo'ra polvon. Keng aka mana shu Asror polvon bilan bitta kurash bering. Sizdan katta polvon yo'q ekan. Bo'lmasa boshqani qo'yaylik. O'zingiz qarang, boshqa polvon yo'q-da, endi Chiroqchi bilan Chiroqchini qo'ymaylik. Yo'q, kelmayapti-da. Endi bo'ldi, qolganda olishtira olmaymiz. Kelganda olishtiramiz. Keng Jo'ra aka. Zo'r pala bo'ldi-da, xalq talab qilyapti. Keng. Xo'p, like bosib. Xo'p, Uktam 92. Kurash Chiroqchida bo'lyapti, xalqamada. Chiroqchi xalqama. Boshqa chiqadigan yo'q-da. Koson Islom polvon ko'rmadim. Jalol ke. Jalol sen keda bir. Bir ke. Ha bir ke qani? Chiroqchi Jalol qani? Ke. O'zimizda Jalol polvon. Bahrom Avazovning o'g'li Qarshidan Jalol polvon. Keng polvon Xalqama. Sarif. Hamma oshna-da. Endi kimni qo'yamiz? Boshqa polvon bo'lsa ekanda qo'ysak. Qashqadaryo. Kimga? Qashqadaryoda Chiroqchi. Ya endi Jalol polvonni chaqirib qo'ydik-da. Qara kerak-ku. Ke, Jalol, qo'l tayla. Endi o'zimizda yilda seni olishasan, bari boshqa olishmaydi-ku. Jalol, qo'l tayla. Palonlar, hamma Qashqadaryo palonda. Bu ukam desam, bu bitta zal desa, bu bilan ishlaymiz desa, kimni olishtiramiz. Sizlar to'g'ri tushuninglarda, hamma kurashda birgasizlar-da, hamma kurashda. Men ham hammasilar bilan birgamiz. Endi kurashimiz kerak-da, kurash qizishimiz kerak-da. Buni akam desak, buni ukam desak, buni bitta joydamiz desak, kimni olishtiramiz. To'g'ri tushuninglarda, men Surxondaryoda kimni majburlasa chiqadi. O'zimiz Qashqadaryoda passiyan shu ahvolda. To'g'ri tushuninglar, martib chiqinglar bo'ldi. Bu bitta suhbatga-da endi o'zimiz elimizga hammasi. Chiqinglar martib. Rasta palonlar. O'zlaring ham bilasizlar-da, Surxondaryoda bugun olishsa, ertaga yana olishaveradi. Jalol, qo'l tayla tur. Jalol, domla qo'l taylating. Olishadi. Ikkosi faqat Bunyod Mo'minbek to'g'ri. to'xtang. Jalol bu yoqqa kel. Tur. Bo'ldi. Sizlar host shu yerda turib turinglar. Ana kelsin. O Jalol o'zimiz Jalol, bir Jalol kel. Bo'ldi. Bizlarda Jalollar ko'p. Tushundingmi? Kel. To'xta. Kel. Ha? Bo'ldi. Mana. Ha, bo'ldi. Bekalang. Ey, birinchi to'qqiga olishaman dedilaringmi? Qaysini olishasan? Mana 3 ta turibdi. Birinchi o'zlaringdan so'raylik, lekin ilanish yo'q. Hozir bosamiz lekin. Daston polvon, ilanish yo'q. Halol solimini bering. Ilanish yo'q. Mana 3 ta Chiroqchini polvoni. Kingdasiz. Qaysi bilan olishsan? Jo'ra aka keng mana. Mirjalol polvon bilan olishtiraman. Keng. Mana. Keng endi. Jo'ra aka keng endi mana. Endi sizni o'zimizda Vosqitdan Mirjalol polvon sambo bo'yicha Osiyo chempioni. Ha, Jo'ra polvonlar ancha zohidlar bilan ham kurashgan, Qashqadaryoning orini olib yurgan polvon. Ikkalasiga 2 million so'm zolimi bor.
taylang. Amin. Ikkalalaringiz ham omadlaringizni bersin. Tur Mirjalol. Pul tayla. Bo'ldi ba. Ikkalalaringizga bir-birlaringiz. Birov-birovga chiqib kelgan yo'q bu yerda. Ikkalalaringiz birday. Taylang. Tayla Mirjalol. Davay. Qashqadaryo Qalqama chiroqchi. Zoti 2 million so'm. Hammasiga bir xil qilib bosamiz. Davay. Kiyinib kelingizlar, Xudo iqbollaringizni bersin. Jo'ra polvon bilan chiroqchidan Mirjalol polvon. Faqat agar necha bo'lib qolsa, kassa nima bersa shuni olasizlar. Mirjalol, ke. Ro'za, ke. Hey! Polvonlar. Kerak emas. Kenglar, ey. To'y ikkalasini ham rozi qilib qo'yingizlar. Mirjalol, ket bu yoqqa. Ro'za. Beqara. Menga qarab bir qo'lasin. To'xta. Xo'p, ko'rdim, men ko'rdim. Ro'za, o'ta bu yoqqa. Ha, polvonlar ko'pi bir aka-uka og'aynida. To'g'ri tushuningizlar. Davay, ikkasini rozi qiling. Bo'ldi, sizlar endi sizlarga o'rgatyapman-ku Ro'za. Har to'y olishasizlar ikkalar. Bo'ldi, Ro'za, ko'rish. Jalol keldi, Jalol. Kel. Bo'ldi, joylashab ber. Jalol kel. G'uzordan bor ha. Hozir chiqar g'uzorlik. Qo'miqdan aziz balon kelgan ekan, kelsin ey. Yakkabog'dan Nodir balonni ko'ruvdim-da boya. Katta balondan. Nodir balon, keling-da bir. Mana tovuq balonlar. Keling, Nodir aka, boshqa yo'q-ku, o'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Ajralish uchun shunga ajralish uchun Ko'zimizda Qizilchavradan Jalol polvon, Yakkabog'dan Nodir polvon. To'y. Ikkalasini zoti 1,5 million so'm yana ham qo'shamiz. Bo'ladi. To'y. Xudo iqbollaringizni bersin. Endi boshqa polvon bu yo'q ekanda. Nodir aka, endi ko'ryapsiz-ku. To'y kiyinib kelingizlar. Erdil bu yoqqa kel. Bo'ldi, Nodir. Bo'ldi, Erdil kel. Erdil keladi. Bo'ldi, chiroqchida Yakkabog' bu yoqqa kel. Yakkabog' Nodir keling. Keling, meni o'ng qo'limga keling. Bizga sovg'a Yakkabog'dan Nodir polvon, chiroqchidan keling, bo'ldi. Samarqandda yo'q. Ilanish yo'q. Boshqa yo'q. Prosta endi. Yakkabog'dan Nodir polvon, chiroqchidan Erdil polvon ikkalaringizniki 1,5 Allohu akbar. Tashlang. Va Erdil, bu xalq tashlang. Qo'l mana tashlang bo'ldi. Ikkalasiga bo'ldi. Allohu akbar. Ikkalasiga rozi bo'ldi. Ilanish yo'q, bo'ldi. Ikkalaringizga bo'ldi, foydasi yo'q. Ikkalaringizga duo bo'ldi. Ikkalaringiz endi ilanmaymiz-ku, Erdil, davay olishinglar. Boshqa polvon kengda. Doston aka ham bor ekan. Keng bir-bir olishtiramiz. Sharsabizda Rustam polvon. Ko'rdim-da sherda. Keling Rustam aka. Keng. Olishaman deb kelgansiz-ku, nima qilasizlar? Murabbos chaqiring, murabbosni. bo'ladi, ha. Mana o'zlari talab qilib keldi. Chiroqchidan Sardor polvon, Kosondan Murabbos polvon. Ikkalasini zoti 1 million so'm yana ham qo'shaveramiz. Kosondan Sherbek polvon kelsin-da. Doston aka keng. Rustam aka siz ham keng. Ikkita tovuq qo'yamiz, keng. Erdil bilan Nodir aka kiyinib kelingizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Chiroqchi
Qalqamada bo'lyapti. O'zimizni katta polvonlardan Doston polvon, Kosondan Sherbek polvon. Ikkalasiga ham 1 million boshlanishiga yana qo'shamiz. Xudo qo'llaringiz bersin. Nimaga telefon Kelib qilyapsiz? kelingizlar. Ha Sherbek polvon olishing endi. Sizdan katta polvon yo'q ekan, o'zingiz ham ko'rib o'tiribsiz. Davay. Amin. Domla ikkalasini ko'rishtiring. Shohruh polvon keng. Botir polvon ko'rmadim. Isoq polvonni jiyani. Shohruh polvon keng. Rustam polvon endi keng. O'zi birinchi tovoqqa olishadigan polvon nimaga qo'shasiz? Keng qani? Parsizdan Shohruh polvon. Isoq polvonni jiyani. Sharsabizdan Rustam polvon. Ikkalasini ham zoti 1 million, yana o'yiniga qarab qo'shaveramiz. Davay. Jasur polvon keng. Assalomu alaykum. Kosondan Sanjar polvon bor edi shu yerda. Keling. O'ktam aka hechkamga yozyaping. Men hozir o'chib ketdim uni yozganingiz. Sherbekka olishaman dedi. Hechkamga yozyaping nomeringizni. Cheldan Jasur polvon, Kosondan Sanjar polvon. Ikkalasini ham zoti 1 million so'm. Davay, kiyinib kelaverasiz. Javlon kel. Yakkabog'dan Jasur polvon kelsin. Bitta olishtiraylik. Yozib boringizlar. Polvon, Yakkabog'dan Jasur polvon. Ikkalasini ham zoti 1 million so'm. Ko'rishamiz. O'lmas. Keng. Bo'ldi, O'lmas polvon endi tanlash huquqi bor. Bo'ldi. Cheldan O'lmas polvon, Kosondan Kamol polvon. Ikkalasini zoti ham 1 million. Mana Chiroqchidan Mirjalol bitta o'xshamadi, kesin kim olishaman desa qo'yamiz. Muborakdan Otabek polvon, kengda. Otajon polvon. Keng. Siz ham yaxshi polvonda. Chiroqchi o'zimizda Mirjalol polvon, Muborakdan Otajon polvon. Ikkalasini zoti Yunus komandirning nomidan $50. Ko'rishamiz. Davay, ikkalalaringizni mana solimlaringiz, bittalaringiz qarangizlar-da. Birdan olishaveringizlar, bular tayyor ekan. Chiroqchi Qodir. Keda. Sen ham boya bitta olishtiraman deb qolib ketding-da. Kesin mana shu balonni ham. Shogiris kel. Uka, sen ham boshidan kelding, olishtira olmam. Baxtki, sen ham padarka polvonmassan. Kelgin. Ha, kel qani. Ko'rdingki boshqa polvon qolmayapti o'zi. Shogiris kel. 938 Matiz. Shuncha katta polvonlar olishdi. Endi sizlar endi ishni o'tirmang. 938 Matiz. Probka qilyapsizlar, olib qo'yinglar. Hurmatli kurash muxlislari, Kitob Jamol kengda. Kitob Jamol. Boshqa viloyatdan, boshqa tumandan. zot kam qo'yildi demang. O'tirgan polvon, siz ham bo'lasiz. Mana vesingiz teng. Murod, bo'laman. Bo'lar, Qodir agar senga qari chiqmayapti, seni rozi qilamiz. Boshqa sovg'alar tashlayotganlar. O'zimizda bitta mahalliy polvon qolib ketgan ekan. Davtashdan Og'abek polvon, Dehqonoboddan Qambar polvon. Bularni zoti bularga 500 ming bir adyoli bor. Bekzod aka qarang. Ya bo'ldi, agar Bekzod aka siz qaramang, Baxtiyor aka siz qarang. Hozir endi bu yerda Jalol bilan Asrorni hozir rozi qilamiz. Qolganlar bir chiqib olaylik-da. Bir ozroqgina bir ihson kurashimizda katta polvonlarimiz bo'lgan, oldin kurashgan. O'zi shuning uchun bo'lyapti kurashimiz. O'tib ketgan polvonlarni xotiralash uchun. Bitta
arzimas bo'lsa ham sovg'amiz bor, shularni beramiz, yana kurashimizni davom ettiraveramiz. Shoxsi paraq. Ungacha ham davramiz sovib qolmaydi. Mana chetga qadar olishaveradi. Bekzod aka, mana shu ikkalasini ham zoti 200 ming mana shu chetga olishtirib turing. Bu yerda hech kim qolmasin, bir chiqarib olingizlar, yordam qilingizlar. Chiqamiz tashqariga. Yosh palvonlar bo'ldi. Hov. Chetga chiqamiz. Chetga chiqamiz. Hey palvonlar bo'ldi, chetga chiqamiz. Olishayotganlar orqaga o'tamiz. Hey, chiqamiz, mana ro'yxatni o'qiymiz hozir. Oldingi qari palvonlarimizga bir arzimas bo'lsa ham sovg'amizni beraylik. Qani ro'yxat? Xo'p, kurashni ko'ramiz mana. Bo'ldi. Mahalliy polvon bilan Davtashdan Toshtemir rais bu. Qambar polvon. Davraga chiqamiz. O'tkir aka. Galabiydan Suyum polvon degani bor. Fozil aka bor. Galabiydan o'zimiz ustozimiz. Qurg'ontepadan Shod aka bor. Mirza aka bor, Soda aka bor. Chiqib kelaveramiz davraga chaqirganlar. Xontepadan Vali buva bor. Islomxon Eshon buva bor. Mangitdan G'ani aka bor, G'ani polvon. Halol. Shoxsevar polvon ham yaxshi yiqitdi. O'ktam aka hozir ochib o'qiy olmayman-da. Katta qishloqdan Rustam buva, Doston otasi, Napas buva bor. Navqishloqdan Zoir polvon, Ixtiyor aka. Kelamiz davraga. Katta polvonlar. O'ktam aka hozir jonli efirdaman. Telefon qila olmayman, chiqib telefon qilaman. Baxtiyor buva-da? Kim bildi? Baxtiyor buva. Qashqadaryo, Chiroqchi, Qalqama. Xolos polvon, bitta qarsak bo'lsin-ey. Ya kim bo'lsa ham cho'kka urdi-da. Kim bo'lsa ham sozladi. Malades Quvonch polvon. O, bizga sovg'a jo'nataydi. Rais bu kelsa katta qishloqdan Shuruk rais bu, davra to'plagan urpatlar. Kimniki? Qan zoti. 200 ming zot bering bana. Katta polvonlar davraga chiqib kelamiz, chaqirgan polvonlar. Assalomu alaykum Bunyod Ismoilov, assalomu. Sizlarga salom. Insonoma oilalarning bag'riga yetib kelingizlar. Quvonch polvon. Katta qishloqdan Xudoyberdi domlalar ustozimiz. Ne'mat domlalar ustozimiz Hoji buva. Chorib Abdulla domlalar kelaveringizlar. Katta polvonlar kelingizlar. Oz qoldi. Shunday muhridan. Toshtemir bor, kengdasiz. Kelingizlar baş polvonlar, mana shunga bir qator o'laylik, yetib o'zimiz faxriy polvonlarimiz, baş polvonlar. Qari polvonlar kelguncha bir ikki og'iz so'z gapiringiz. Ana bilan. Assalomu alaykum. Polvonlar. Bizni Aqchova shahrimizga, Aqchova elimizga xush kelibsiz. Mana bugun Aqchova elimizda juda katta iqtisod kurashi bo'lyapti. Mana shu kurashga shu homiylik qilgan Aqchovadagi yigitlarga, boshchilik qilgan mana shu Dostonjonga juda katta rahmat. Allohim bularni kelajaklarini berib Aqchovadan mana shu Dostonjon 200-300 talab, 1000 talab bolalar tarbiyalayapti. Ana shu Aqchovadan tarbiyalanayotgan bolalar birinchi chiqib kelib meni juda quvondim. Shular bizni faqat Aqchova soyini emas, O'zbekistonni shu jahonga taniladigan polvonlar bo'lsin. Mana shularni kelajagini bersin. Dostonjon mana shu charchamasdan ana shu bolalarga
juda chiroyli, juda tarbiyali bormi? ustoz bo'lgan murabbiy bo'lib, sizni ham 8lik. jahonga taniladigan sportsmenlar bo'lsin. Allohim ularning yo'llarini ochib qilib, mana shu yerdan uzoqdan yaqindan kelgan polvonlarga ham mana shu omadlarini bersin. Mana kurashimiz juda chiroyli o'tyapti. Hurmatli polvonlar, polvon kurash ishqibozlari, sizlardan bitta iltimosni qilaman. Mana katta polvonlarimiz kelgan, katta polvonlarim yangiga aytganday bakovlarimizni qiynamasdan. Bu kurashda otangda ayama, assalomu alaykum, akangda ayama degan joyi bor. Bitta do'stim, bu degan joy bo'lmasligi kerak. Haqqiy olishib, haqqiy yiqitib kelish kerak. Kurashda halol va harom bo'ladi. Xuddi shunday bo'lish kerak. Hurmatli o'rtoqlar, kimga Aqcho'da murabbiy ustozlar bor, bular kimga aytay? Yana ham mana shunday kurashlar bo'lsin. Dostonjon Ishonboy, domilla hammalaringizga rahmat. Elimizga faqat yaxshi kunlarga, to'ylarga kelingizlar. Alloh o'zi hammalaringizni asrab yursin. Rabbana atayna fil dunya hasanatan fil oxirati hasanatan qina azabannar. Allohu akbar. Rahmat. Rahmat sizga ham, rais buva. Sharga Navorka buva bilan Fozil aka ham kelgan ekanda bir kengizar. Katta Qashqadaryoni ko'zga ko'ringan birinchi raqamli bakovlardan Navorka buva. Fozil aka bosh murabbiy Qashqadaryoniki. Kurash Xalqamada bo'lyapti, Chiroqchi Xalqamada. Mana hozirgi kecha yaqinda bo'lgan Osiyo chempionatida o'zimizda faxriy polvonlardan mana Anvar polvon, birinchi sport maktabining direktori, Berdirahmat aka Pardayev, Xushlub aka O'lbag'am, Qahramon aka Ishonboy, qolganlar hammasi o'zimizda Aqcho'ni oldin yaxshi kurashgan, ko'zga ko'ringan. Bitta esimizdan chiqqan bo'lsa ham kelaveringizlar. Bemalol kelaveringizlar, meni chaqirmadi demangizlar. Endi prosta bizlar shu esimizda bor-borini endi bizlar oldin kurashganlarni uncha eslayolmaymiz ham. Norga buva keling, sizdan bir ikki og'iz shu Aqcho'ga bir so'z ayting. Nazar rais buva, siz ham keling. Jahongir hoji aka, siz keling agar. Shiral polvon yo'q, Norga buva keling, siz ham bir kurashda Shiral polvon. Ikki og'iz tilak bildiring. Qolganlar to'nda asta beraveringizlar. Assalomu alaykum. Mana shu xalq yaxshi xalqdir. Chiroqchi Xalqamada. Shu xalqparvar insonlari bordir, yoshlarga e'tibor qaratilmayapti. Bu xalqqa ta'zim qilish kerak. Bu xalqqa faqat rahmat aytish kerak. Chunki Olimpiya jahon chempionlarini Dostonjon shu qishloqdan kashf qildi. Sizlarga ming rahmat. Mana sportga homiylik qilish bu millatning ertangi kuniga, sihat salomatligiga xizmat qiladi. Faqat endi hammani tabriklaymiz-da, lekin bir ikkita polvon bir-birlariga qo'l ko'taryapsizlar. Bemor bo'lsa ham aytaman. Qo'llaringni ham, oyoqlaringni ham yig'ishtirib yuringlar. Shunday mazzalaringni qochiramiz, keyin umuman davraga chiqmaysizlar. Bu davra sening rizqing bor davra. Alining maydoniga chiqib o'zingni ko'rsatma. O'ylama, to'y faqat bir joyda bo'ladi, hamma joyda bo'ladi. Aqlingni, hushingni yig'ishtirda bakovda aytganini qil. Rahmat, tabriklayman, to'y davomli bo'lsin. Rahmat sizga ham. Fozil aka keling. Qashqadaryoni bosh murabbiy o'zimizni Aqcho elini faxri. Shimarma deb. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bizning Aqcho elimizga xush kelibsizlar, polvonlar. Bu elimizdan katta polvonlar chiqsin, jahon chempionlari, olimpiyachilar chiqsin. Shunday kurashimiz ko'paysin. Rahmat kattaga hammaga. Rahmat Fozil aka. Sizlarga ham katta rahmat. Nasib bo'lsa shu sizlarga ham izlaringizda mana shogirdlarimiz sizlardek olishib qarib yursin. Rahmat sizlarga ham kattakon. Bir qasam bo'lsin qari palvonlarimizga ham. Tovoq palvonlar kiyinib kelamiz. Xo'p.
kenglari, tanishtirgan palvonlar. O'zi mana kun kech bo'lyapti. Olishtiraylik. Davay, kelamiz ey. Hozir rahki. Mana shu palvonim olish olmay qoldi, o'zimiz palvon. 200 ming bir olishtiraylik. Dilshod palvon ketadi. Tez ketadi. Shoshmay tur. Xo'p. Mana ishonma bir duo beringda shu opaga. Og'aylar bir duo talab opa kelgan ekan, mana 200 ming ehson qildi-dagi, o'g'illari Koreyaga ketyapti ekan. Alloh bu opamiz o'g'illarini ham Koreyaga eson-omon sog'-salomat borib kelishni Alloh o'zi nasib qilsin. Yaxshilarga yo'liqtirsin, yomonlarni yuzini teskari qilsin. Xudo xolasa eson-omon sog'-salomat kelib, mana shunday kurashlar berishini Alloh nasib qilsin. Mana bu Nurbek Media ukamizni bir qo'shnilari tutdan tushib ketib, sal komada yotgan ekan. Alloh taolo shu nevaramizni ham Allohimizning dardiga shifoyi kamolata etib, sizni bizlarda eson-omon safimizga qo'shilishni Alloh nasib ro'za aylasin. Katta palvonlarimizni ham Xudoyim taolo o'zi iqbolini bersin. Halol yiqitishini Alloh nasib qilsin. Faqat suyash bo'ladi, ko'proq ko'ramiz, oxiriga eshitay ko'ramiz deymiz, faqat suyash bilan tugaydi. Chista qilib halol yiqitishlarni Alloh o'zi hammaga iqbol bersin, omad bersin. Xudo xolasa ehsonlar yaxshi o'tsin. Hamma eson-omon sog'-salomat uylariga yetib borishni Alloh nasib qilsin. Sallallohu alayhi vasallam. Rahmat Eshonboy. Dilshod palvon bir keta. Xo'p, voya O'ktam aka bizni Jizzaxdan kuzatyapti ekan, o'zi. Gaplashdik, telefon bilan gaplashdim, ko'rdingiz. O'zi bizni kim qayerdan kuzatyapti, bir yozingiz. Mana o'zimizda Dilshod palvon. Yaxshi olishgan. Bir yozingizlar. Hozirgacha ham olishib kelyapti. Katta musobaqalarda ham yutyapti. Otabek 003. Mana shu palvon boya bitta kurashni zo'r olishdi. Chiroqchi qalqamada bo'lyapti. Chiroqchi qalqama. Assalomu alaykum Yevropa. Bu olmish kelar. Xo'p, G'uzordan. Bir baloyev, bir balo. Bo'ldi, qolganlar chiqsin, bu yerda juda odam ko'payib ketdi. Assalomu alaykum. Surxondaryo bir kun olish olamiz, bir kun olish olmaymiz. Endi hammani olishtirishimizga vaqtimiz ham, imkoniyatimiz ham yo'q. Assalomu Ya bo'ldi. Bu yerdan chiqaraylik. Aziz, chiqaringlar. Bu yerda hech Turkiyadan mana kuzatyapmiz. Hech kim. Turkiya, assalomu alaykum. Kardeşler, arkadaşlar. Kardeş desem ki notur, arkadaş değilim. Ko'rish. Mana, Dilshod palvonga hop, Kaspidan. Ikkalasini Rossiya. zoti 500 ming so'm. Qarshidan. Berdi rahmat aka, katta palvonlar chiqincha olishtirib turing. Tomoshabinlarimiz zerikib qolmasin. Olchinbek Xudoyorov, Pastarg'om, Arabxonon, Samarqand. Bir gilami ham bor. Samarqandlik muxlislarimiz ham bor bizda. Jizzaxdan bormi? Jizzaxdan yana. Namangan, o Oldi, chiqaraylik bu yerdan. Ayubxon aka, Namangandan. Davay. Odam ko'payib ketdi. Surxondaryo, Janqurg'dan assalomu alaykum aka. Boshlaymiz. Kim edi? Surxondaryodan. Tovuq polvonlar boshlanadi. Yerdan javlab olma, keling. Mana raqib kutar. Jizzaxdan mana zaharcha o'ldiradi. Jizzaxdan ekan-ku. Bor ekan. Hey, nima bo'lyapti bularga? Bo'ldi, quchoqlashsin aka. Hey, quchoqlashing xolos. Boshlandi tovuqlar. Kelay, Jasurni parasi. Mastaki. Mana shu palvonimiz ham yaxshi palvon. Bu ham soatlang 200 ming. Zerikib qolmasin, yaqib. Cho'p. Bunyod Ismoilov, assalomu alaykum. Xalqim. Mikrofon ichib turashin, menga olib beraman. Yangi. Qalqama, chiroqchi qalqamada bo'lyapti. Qalqamada bo'lyapti. Mana tovuq palvonlarni boshladik. Yakkabog'dan Jasur palvon
Chiyaldan Uroq polvon dolu Javlon polvon. Ikkalasini zoti 1 million so'm. Ixtiyor aka qaring bularga. Davay tog'lar boshlar, qolganlarim kelaversin. Vaqtimiz juda kam. Menga chek topib kelar. Ha, chiqsin Og'abek polvon. Bitta yo'q, bitta chiqdi. Ha, palvon. 3 qul olishdi. 690 mashinani olinglar, probka qilib qoldi 690. 3 qul olishdirdim. Kim bo'ladi? Hey, chiqaringlar. Hey. Odam atish ko'payib ketdi. Chekka. Nima qilish kerakdi? 30 mingdan sotadi. Buni to'g'ri, ko'tarib. Havo polvon, keng Moskva polvon. Katta polvonga qo'ydilarmi? Bosh tovoqqa shu chiroqchidan Jalol polvon va Chiroq Jalol polvon chaqirdi. Kosondan Kamol polvon. Ikkalasini Hech kim zoti chiqmadi. 1 million so'm Bekzod aka ko'radi. Menga chek. Voy. Shoh kel. Farsizdan Usoq polvonni jiyani Shohruh polvon, Shahrisabzdan Rustam polvon. 1 million so'm zoti bor. Ishonboy, shularga qarang. Bir gilami ham bor. Ishonboy qaraydi. Xudo qo'llaringiz. Hozircha bo'ladi. Shu yerda Hakim polvon bor ekanda. Hozirroq travmasi bor ekan, olisholmabdi bir kesinda. Shu chiroqchida yaxshi olishib beradi. Qanday polvon kelsa ham. Sarvar aka Shomurodov bo'lsa kelsin. Xo'p, Bunyod Ismoilov, assalomu alaykum. Xo'p. Rahmat aka siz keling. Sizga polvon keling. Kim bilan? Jasur kel. Chiyaldan Jasur polvon, Kosondan Sanjar polvon. Chek bering. 1 million so'm. Ikkalasiga men berdi rahmat aka bir deb qarayman. Bo'ldimi Dilshod? Dilshod polvon yiqitibdi. Bir qarsak bo'lsa o'zimizni polvonga zotini beringizlar. Xo'p, Dilshod polvon yiqitibdi. Kim aytdi? Boya Dilshod polvon so'radi. Mana shu Hakim polvonda ozroq travmasi bor ekan, Xudo shifo bersin. Buyurun. Husn aka, bir bayon ocharingizdan. Islombek, assalomu alaykum. Kurashlarimizda kurashtiramiz. Chiroqchi xalqami. Sizlar ertalab kech olishtirmaymiz. Yarım kalkını olsun. Ha baba, menga qarang. YouTube'ni menga qarab, men xalqimdan sektaman. YouTube'ga sekib, na quchoqlashasan. Olishadi. Men bo'lishadi. YouTube'dan, TikTok'da bizlik. Ihson qilganlar bir e'lon qilaylik, yana davom ettiramiz. Davradagi polvonlar olishaversin, qolganlar tomosha qilaversin, men Ihson qilganlarni aytib qo'yaylik. Penaltilar seriyasiga. Akbar aka Galabek 86 dan 200 ming so'm, Chulliyev Dilshod 100 dollar tashlagan ekan. Omoxon 300 ming so'm, direktor Olim aka manga do'konchi 300 ming so'm, Jahongir Hoji Jalol polvon o'tasi 500 ming so'm, Nurbek Media 300 ming, bir kumush uzuk Oqboy Abdurahmon aka 500 ming so'm, Shernazarov Sayfulla Komandir 400 ming so'm, Yeral aka Fontepa 500 ming so'm, Jamol aka Davtash 200 ming, Isomiddinxon stadion 500 ming so'm, Hazratov Sanjar aka 300 ming so'm, Ochil polvon 300 ming, Yunus Pagrichik 400 ming, Navruzov Ulug'bek 200 ming, Ismoilov Sheral aka 400 ming, Nurbek Kamaz 200 ming, Shirinov Otabek aka 400 ming. Halol.
Olmasakadan 200 ming so'm bankda Voy birga. voy, salto qanday bo'ldi? Shodiyara 94 200 ming so'm, Diyor Ulug'bek 500 ming so'm, Rahmatov Said aka 100 ming, Xayrulla aka Xontepa 89 500 ming so'm. Kimni olamiz? Akobir aka 89 200 ming, Xolvoy 92 200 ming, Noqishloq. Ziyotov Mirqosim 200 ming. Rosa qanday bo'ldi? Aytingizlar, qanday yiqitdi polvon? Anvar Kamaschi 200 ming so'm, Ganabi Aytingizlar, rosa qanday 500 bo'ldi? ming so'm. Udarni Kamaschi Sobir akadan mana 500 ming so'm so'ram keldi. Shut aka Datashdan 200 ming so'm. halol bo'ldi, kesdi. Zoti berdi. 400 ming so'm. Anar opadan 200 ming. Shermat akadan 400 ming so'm. Iskandar akadan 200 ming. Juda chiroyli rosa Krimov bo'ldi. G'ayrat akadan 300 ming so'm. Sherbek Galabek 200 ming so'm. Abdulla Galabek 250 ming. Xushvaqti O'ral aka 300 ming. Elbek Yemchadan 500 ming. Qolganini yana keyin eshittiramiz. Yana davom ettiraveramiz. Tovuq balonlardan kim bu? Ha, hurmatli tomosha qilayotganlar, Nexia 1. Qalqamada meni megabaytim kamroq sumkada ishlaygan. Shu o'chib qolishi mumkin megabayt. Ana John Lefer, keyin John Leferni yozib olgan holda bu videoga olib, xullas chiqaraman qolganini agar John Lefer tugab qolsa aytib qo'yay. John Lefer o'chib qolishi mumkin. Megabayt kamroq sumkada ham ishlayganda. Bu yerda. John Lefer o'chib qolishi mumkin, shuni aytib qo'yay. Oyoqlantirib, keyin nimaga John Lefer o'chib qoldi deb. Murabbas polon king. O'zimizda Farsizdan Vaska polon, ismi Sardor. Kosondan Murabbas polon. Ikkalasini zoti aytilgan 1 million so'm, bularga men Baxtiyor aka qaraydi. Ikkalasiga omad. Jo'ra polvon ham olishmadi. Meni qo'yverdim-ku, qo'yverdim-ku meni. Bo'ldi, gaplashmoqchingizlar. Men aytmasam, men aytmasam, Jalol polvon bilan Asror polvonga hech kim chiqmadi. Bu darajaga kelishda ham o'zi bo'lmaydi, hech kim chiqmaydigan darajaga. Ikkalamiz bir kengizlar sizlarni rozi qilamiz. Xo'p. Aytingizlar, qaysi polvonni? Bu yerda Vaska polvon bilan Chiroqchi Sardor polvon aniqrog'i. Koson Murabbos polvon. Bu yerda Rustam polvon bilan Chiroqchi Shohrux polvon. Shuni olaylik ikkalasini. Ihson kurash, Xurshid aka ihson kurash bo'lyapti. Bular hech o'ynayapti ekan. Bo'ldi, zotini bering. Bu polvon yiqitdi qayerdan? Nishonlik polvon yiqitdi. Shashmay tur. Koson Murabbos ham olamiz. Ikkalasining natija bo'lishi kerak. Bu assalomu alaykum yangi qo'shilganlar. Ikkalamiz 200 ming so'm Zokir aka kichikka. Xo'p, aytib qo'yay. Olisholmay qoldi. Mehmon polvon Chiroqchi Qalqamada bo'lyapti. Olishmay ketsa xafa bo'ladi. Voh. Jasur polvon yiqitdi. Malades. Zotini bering. Xo'p, Humayn Kamol polvondan olamiz. Aha. Ponka polvon yo'qekan avtobusda. Assalomu alaykum. Qo'qon Sher polvon kelgan ekan, kelsin agar olishtiramiz. Tovoq polvonlardan kengizar yana bitta. Assalomu alaykum. Elbek, qaysi Elbek? Surxondaryo Elbek polvonmi? Koson Elbek polvonmi? Koson polvonlarni ko'rsating. Xo'p. Xo'p bular mana. Koson Murabbos bilan Chiroqchidan Vaska polvon. Asra polvon, keling. Ikkalasini olamiz, mayli. Koson polvon. Jalol qani, Jalol? Kel. Koson Murabbos. Jalol kel. Yaxshi. Voy. Bir polvon birinchi tovoqqa chiqib, hech kim chiqmasligi uchun salkam 15 yil turnovka qilinadi.
Bu ikkita polvonni yaxshiroq rozi qo'yamiz. Bu ikki polvon chiroqchini ori bir-biri bilan olishtirib o'tmaymiz. Lekin ikkalasiga cho'da chiqmadi. Qora shtondagi kosonda. Mana shu yigit kosonlik yigit. Murabbas polvonda. O bizga kimdir sovg'a jo'natyapti-ku. Voy. Odam yurak hayajonlanib qoladi, sovg'a jo'natsangiz. Sovg'a kimga yoqmaydi deydi-ku. Xo'p, aytib qo'yaman kosonlik polvonga. Qo'yirov, yerda olishma. Voy. Kimdir yana sovg'a. Voy, bu qanday sovg'a edi? Ponchik. Mash polvonlarimiz ham qolib ketgan ekan. Qayerdan? Ko'kdaladan Huson polvon. Joy haqiqatdan zo'r. Muborakdan Mirzabek. Juda. 400 ming so'm. Kurashadigan joy bo'lyapti. Zo'r joy. Ixtiyor aka. Men chek. Zaharcha rahmat. Bir gilami ham bor. Men. Muborakdan kelib olishmadi bitmasin. Sovg'a jo'natsangiz odam yoqaveradi-da. Qo'shib ham beramiz. Daston. Kimdir kecha kallam qizib turibdi issiqda kurashda. Marojni tashlayapti-ku. Marojni degan sovg'a ham bor ekan-ku. Vo. Bo'ldi tamom yurak. Oh. Yurakcha. Bu yurak tashlagan. Voy, halol. Buyurun. Ko'rmadim. Chifta halol, Unda otdi buni to'xta dedik. Mana ko'rish kerak. Bu ha bo'ldi, murabbosga aytaman. Umuman olishmaylar men halolman. Bor kimga aytaman. Bu yer burilib ketayotgan bola bor bizga. Hey, dastur. Rustam aka, borib olishing. Yana 200 ming qo'ying isham bu. Xo'p. Bo'ldi Rustam aka, borib olishing. Endi olishing aka, chappa qarib ketyapti deyapti. Mana boshqa odamlar ham bironta halol degan odam yo'q-ku. Halol. Rustam aka borib tushunmaydigan odam emas-da. 30 yillik trener, hakam. Boring aka, olishing. Bo'ldi, zaharcha berib qo'yaman. Bo'ldi. Lekin bunday yurakcha tashlab odamni hayajonga qo'ymaydi, biz xotin ko'rib qolmasin buni. Yurakcha tashlaganlaringizni. Hozir kuzatib turayotgan bo'lishi mumkin. Sizga yurakcha tashlayapti muxlislaringiz. Rustam polvon, hammamizni olishing, Xudo omadingiz bersin. Gaplashmay olishing. Sport vaziyat bo'lmasin. Olib aka, assalomu alaykum. Kurash xalqama chiroqchida bo'lyapti. Chiroqchi xalqama. Assalomu alaykum. Boring polvon, omadingiz bersin. Kamol polvon. Xudo polvon. bormaydi. Vakolat o'qigan bo'lsa, Xudo bor ko'rib turibdi. Kecha futbol ishdikda, kecha 9 yutib tashlab futbolda. Omadingiz bersin, olishing bo'ldi. Bo'ldi, mana. O'qib oldi o'zi. Olishsin deganlar bir qarsak chalingizlar. Xudo omadini bersin. Jo'rabek yo'l, assalomu alaykum. Chiroqchi xalqamada bo'lyapti. O, bizga kimlardir like bosyapti-ku? Like bosingizlar qani? Xo'p. 296 Rustam polvon bilan Shoruh polvonlarni aytamiz. Natijasini mana shularga hozir sport vaziyatida halol emas. Video takror videolar ko'rib turib. Mana shu Mansur polvon ham boya bitta olishilmay qoldi. Olim aka, shulardan chaqib olishtiring, rozi qilamiz.
O tepmangizlar. Buyuranglar. Katta palvonlar kengizlar. Kunimiz ham kech bo'lyapti buyoqda. Xo'p, kun kech bo'lyapti haqiqatdan. Hozir bizlar palvonni bitta palvon yiqitib qo'ydik, yakka bog'i bir keda. Nima bo'ldi Olim aka? Bo'ldi, Mansur palvon yiqitdi. Yakka bog'liq palvon olishsan kedasiz bizlar palvon yiqitga palvon. Soat mo'min, assalomu alaykum. Kurash Chiroqchi qalqamada bo'lyapti. Erdil palvon keldi. O'zimizda Kamiruzumdan Erdil palvon. Yakkabog'dan Nodir palvon. Ikkalasi ham Surxondaryoga borsa ham, Qashqadaryoda ham 90 kilo, 100 kiloda Lubey bilan olishadi. Ikkalasining zoti bir boshqa joyda o'tiraman. Assalomu alaykum. Xudo qo'llaringiz bersin, omadlaringiz bersin. Bekzod aka odam bormi? 1 kilomi ham bor ekan. Qahramon aka, mana shu katta palvonlarga o'zingiz qarang. Nodir aka. Makol Doston palvon. Shu yerda kurash tashkillashtirgan. Olishasizmi? Kurashni tashkillashtirgan palvon. Olishsam qo'yaveraman. Ya men izdiga mana bu chaqirdim seni. Bo'lmas damimda. Hey, palvon olishilmay qolgan palvon. King. Yo'q ekanda boshqa. Xo'p, mana kosonlikni ham olib turibman. Ikkalasi ham mana. Birdan ikkalasi ham olyapman. Birdan ikkalasi qanday bo'lyapti? Bir kadrda ikkita. Assalomu alaykum Anvar aka, yaxshimisiz? Kurash Chiroqchi qalqamida bo'lyapti. Chiroqchi qalqama. Xo'p. Sizlarga ham rahmat, shu vaqtlaringizni ketkazib kurash tomosha qilyapsizlar. Rahmat sizlarga. Haqiqiy kurash muxlislari. Ya rahmat. To'day so'rab qo'y. Muhsin polvon yo'q. Surxondaryodan, Samarqanddan polvonlar kelmabdi. Xo'p, biz 100 kishidan oshdik. Xo'p, biz 100 kishidan. Assalomu alaykum. Jumayev Jumaboy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Jumaboy ekan. Assalomu alaykum. Samarqanddan polvonlar yo'q. Isrofil assalomu alaykum. Kurash kim beradi? Kurash xalq beradi. Ehson kurash 9-mayga xotira qadrlash kuniga ehson qilib kurash berishyapti. Mana juda chiroyli manzarada kurash bilan tomoshabinlar. Tog'da etagidagi Sanjar palvon malades. Omadingizni bersin. Joyda kurash bilan mana bu tog'da qo'y qizlar o'tlab yuribdi. Mana. Bildilaringiz, ha? Bo'ldi, olishmaydi. Chiqasan. Men chiqmayman deyapti. Bo'ldi, olishmaydi sizlar bilan. Sizlar qishloqlaringizmi? Assalomu alaykum. Xon 11. Chiroqchi qalqamada bo'lyapti. Tojikistondan assalomu alaykum. Tojikiston Bapesh. Tojikiston Bapesh. Jo'ra polvon bor. Hozir chiqib olishadi Jo'ra polvon. Bo'ldi, damini olsin, bo'ldi. Olishmayman deyapti-ku, nima qilasizlar? Shahzod. Xo'sh. Firdavs polvon qani? Shu ham olish olmadi-da. Nodir Yakkabog'. Mana bundan toshayotgan Chiroqchi Jon yerda. polvon bilan bir olish olmadi. Fazliddin Meylev yo'q. Assalomu alaykum. Kelmabdi.
Firdavs polvon, nima olishmaysiz? Sizga maktab bachchasini to'y berolmayman endi. Qolishing mana maktab bachchasi shu maktab bachchasi 11-yil. Davay Qaysi tashlash. polvon bordi, olishdi. Davay tashlash kerak. Polvon mard bo'lish kerak-da. Bordi olishdi. Xo'p. Biz 120. Firdavs polvon. O, Tojikiston. Assalomu alaykum. Tojikiston polvon. Tashlang ishni. Tashlang. Zotini o'qib. Efirda sifat qanday bo'lyapti? Bir yozib qo'yingizlar. Tender Ahmad aka nima bo'ldi? Qotmayaptimi? Efir qotmayapti. Sifati yaxshimi? Qozondan Pils belgisini yozib qo'yingizlar. Agar yoqmayotgan bo'lsa, meni yozing, bilib olaman. Zo'rmi? Isrofil assalomu alaykum. Qamashdan Botir polvon kelmabdi bugun. Ko'kdaladan Alisher polvon. O'zbekiston olg'a. Ha. Murodulla polvon. Olisholmay qolgan ekan. Ikkalasiga 200 ming so'm. Tender Ahmad aka qarang, o'zimiz rozi qilamiz. Bizni Qozog'istondan ham kuzatishyapti. Shohruh polvon, ha. Anvar assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum, azamat Koreya. Shiral polvon Tojikistonda. Shiral polvon Tojikistonda. O'zi kun kech bo'lyapti. Juda kurashadigan. Palajinaga men ahvoli keldik. Xo'p. Germaniyadan hello in Deutschland. Ich liebe dich, deymi? Nemischada. Ich liebe dich. Xo'p. Assalomu alaykum. Qayerda bo'lyapti? Kurash Chiroqchi qalqamida bo'lyapti. Jo'raka king. Kunimiz ham kech bo'ldi o'zi. Jo'ra polvon kim so'rayapti? O'zi meni chaqiryapti. Kim Jo'ra polvon? Mana Firdavs polvon. G'uzordan bormi? Ismingiz kim dedi? Zaharcha shuni ayting. Shuni kurash to'xtasini aytaman. Murabbosga. Murabbos. 5 qul oldi. Kurash payti, kurashayotgan payt chalg'itmaylik. Deliya bo'ldi. Deliya qayerdan? Kosondanmisiz? Chiroqchidan Sardor polvon, Nodir polvon. Nodir polvonlarni qilgan, Erdit polvonlar, Tovoq polvonlar, Jo'ra polvon kasbidan, Mirjalol polvon. Baxtiyor aka, olishtiring, Chiroqchidan mana shu yoqda olishyapti. To'ra, kim? Ya, mana ularga johil. Endi Deliya opamiz singlimiz siz bilmadim. Hozir endi 500 ming polvonni chalg'itmaylik, men to'g'ri tushuningizga unutaman. Lekin kurash to'xtagandan aniq aytaman. Salomingizni yetkazib qo'yaman. Qamashda Firdavs polvon, o'zimizda Javohir polvon. Ikkovsi ham zo'r polvon. Maylimi? Yerali polvonning o'g'li bu yoq. Ixtiyor aka, aylantirmay tezlashtirib olishtiring. Xo'p. Kun kech bo'lyapti. Xo'p, mana polvonlarga bitta olaylik, nimadir bo'lyapti bu yerda. Ular chizib ketyapti. Bakka olgan nima deysiz? Bakka olgan. Bakka olgan. Gapirma. Oynalgan zavod olish kerak. Olishyapmiz, mana nima qilyapmiz aka? Ha, ko'ring qilma. Gapirma. Mirjalol polvon bilan Chiroqchi. Mana shu, ha, yaxshi bos. Bilmas, qo'y, hamma tuzilmasa ham harakat qilib. Bos. Bos. Katta polvon, Akol Doston polvon. Faxriddin 660 kurash Chiroqchi qalqamada. Aylanma, polvon. Mana 60 yoshda kitobdan Sharof polvon. Polvon buamiz. Olishaman deyapti. Yoshi tengi kelsa. Zangor formadagi, mana ko'k formadagi. Sizlar kelib kelaverasiz.
O'zimizni Qirg'ontepadan Sodiq bobo bor edi. Zangor forma degan ko'k formami? Ha. Rahmat sizlarga ham. Yashil, xo'p, qaysi biri? Lekin ikkovini qizyapti. Xo'p. Nima qildi? Ko'rdingizmi? Nima qildi? Usul bajardi. Voy! Usulni ko'rdingizmi? Usulni ko'rdingizmi? Usulni ko'rdingizmi? Usulni. Ha, palvonlar. Emotsiyaga nima deysiz? Emotsiyaga. Emotsiyaga. Emotsiyaga nima deysizlar? Voy. Baxtiyor aka, bir serusi ham bor shu palvonlar. Yashil polvon, sal. Mana o'zimizni Aqchova soyining katta palvonlaridan Sodiq bobo. Voy. Ikkalasini bitta Kurash qilyapti-ku. Sodiq bobo kiyinib kelasiz. Yaxshi Polvonlar zot ochilyapti. Hozirroq o'yin ko'rsatib berasiz. Bunday yanoga kurashga odam 120, 200 kilometr ketib olyapmiz. Shunga arziydi. Bular dam olmayapti-da, Dilya opa. Bular dam olmayapti. Bular dakansa olishyapti. Bir-biriga qaragan. Dilya opa degan kosa murabbiyga sanab ayting. Nima bo'lyapti? Zokir aka, tezlashtiring deyapti. Kosondan ekan. Turkiyada ekan. Xo'p, o'lmas falon ko'rsam, mana olishsin, ko'rsam mana. Xo'p, mana sizlar. Bular hozir ishlashsin. Hozir aylanib qoldi-da. Olaman. Voy. Bittadan like, haqiqatan 77. Voy. Falon Samarqandlik falon qolib ketgan ekan. Xo'p, Ma'mur Xoliqov kurash Chiroqchi qalqamanda bo'lyapti. Kim? Samarqanddan Diyor, Xo'p, mana Qarshidan Shahzod. O'lmas 300 ming so'm olmaga qaragan shaharda olisholmagan palonlar bitta olishtiraylik. 200 ming. Davay, ketdi. Shirzod palvon bor edi. Behruz palvon bor edi, bir kesildi. Olisholmasa ham bir mayin ochamiz. Musobaqalar. O'zingdan ketasan. Kurash muxlislar bir ko'rsatib ketay. Kurash muxlislar qizdiryapti. Kurashni zo'r endi bo'ladi. Salqin, shamol, mazaq tomosha qilasiz. Xo'p, bular olib turing. Bular hali olishga yo'q. Bular olib turing. Voy, qochyapti, o'lmasa. Olish. Aka chappa qarasa ham bo'lsa. Yomon. Chappa qarayapti. O'tgan safar hurmat. Voy, Isroildan assalomu alaykum. Isroil. O'zi bor odamlar Isroildan yuribdi. Odamlar qo'liga Katta palvonlarimiz. nimadir qildi-da. Voy, ikki palvon kengizari. Endi ilojimiz yo'q-da, kimga ish bo'lyapti? Voy. 2 soat olishtirolmaymiz. Bo'ldi hozir. Xo'p. Qo'lda necha? Olishamiz. Turizmning bir turi bor ekan. Turizmning kechga choy. Qarang, shu joyiga olib boraver. Ha, palonlar, kengizda sizlarga battar. Bular olishmaydi. Hozir aka. Bali chiplarda ekan. Mana. Ashaqa bor. Murabbos bilan Sardor olamiz. Shoshmay turinglar palonlar. Bir qarsam bo'lsa, qari palonlarga. Ular bir-birini yeb olishyapti.
chotka olishyapti ikkalasi ham. Voy. Keling, ikki palvonlar ko'p olishdilar. Endi ko'p olishdilar. Kimniki? Bo'ldi, Shohir palvon bilan Rustam palvonniki ham necha ekan? Mana o'zlari. Xo'p, biz efirda 162 kishi bo'ldik. Like bos tarqatib qo'yamiz. Aytib qo'yay, oldingi efirdagi rekordlarimiz 400 kishiga yetgan bizniki. Bugun 200 lik marra bosib o'tsak ham katta gap, mayli. Haybulla aka, assalomu alaykum. Chiroqchi Qalqama qishlog'i. 160 kishi. Xo'p. Ikkalasini zoti Aytayotgan vaziyat emasda, Diliya. Mayli, yetkazaman dedim-ku, u. Aytayotgan vaziyat bo'lsa 170 kishi. Xo'p, like bosib tarqatamiz. Siyosiy ham bor ekan. Ishonma o'zingiz qarang. 2 million 1 qiziltay birinchi tovoqdiki hozircha. Xo'p, like bosib efir tarqatib qo'yaylik. 200 salik marra bosib o'tamizmi? Va ishon bu. Va ishon bu. Bu yerga nima bo'ldi? Xo'p, nima vaziyat? Kosondan borgan. Mana Kosondan Murod Bospalvon. Kel mana endi. Kel mana kel. Bo'ladi. Xo'p, Jo'ra polvonni so'raganlar uchun Jo'ra polvon. Keyingizlari Sardor polvon sizlarniki ham shu kabi. Endi mana bakovlaringiz 100 kilogramm, 90 kilogramgacha bo'lgan vaqtda yaqinda bo'lib o'tgan Osiyo chempioni. Jo'ra polvonni ta'riflayotmasam bo'ladi. Endi boshqa polvonlar ham kutib turibdi-da. Yer yuzidan kim kelsa olishadi Jo'ra polvon. Qashqadaryoga kim kelsa olishadi. Mana Sardor polvonlarniki Mirabbos bilan. Hop. Dilshod kim? Shu olisholmay qolgan palvonlarni bitta olishtiraylik. Haz mana qo'yib. Qashqadaryo Chiroqchi Qalqama yangi qo'shilganlar uchun. Sherbek polvon, qani Sherbek polvon? Voy. Polvonlar qanday olishyapti? Polvonlar qanday olishyapti? Mirjalol. Jo'ra polvon. Sherbek polvon. Hop, hop. Mirjalol Jo'rayev, assalomu alaykum. Oq yaktak Chiroqchidan yaqinda bo'lgan sambo bo'yicha 90 kilogramgacha bo'lgan vazirda Osiyo chempioni. 10 kun ham bo'lgan, hali chempion bo'lgan. Mirjalol polvon oq ishtondagi. Bu Jo'ra polvon, Qashqadaryoning ori. Ikkalasi ham zo'r polvon. Jo'ra akani ham bilasizlar, Qashqadaryoning ori. Voy. Barmoqli yurakcha.